Assalomu alaykum azizlar. Mana bizda bugungi navbatdagi sayohatimiz Qashqadaryo viloyati Qamash tumanining Oqsuv qishlog'idagi Oqsuv dam olish maskani va tog'lariga bo'ldi. Bugun tog'larda tomosha qilib, shu tepalarga chiqib, sharsharasi bor o'tda. O'sha sharsharalarni ko'rib qaytamiz qani. Sayohatni boshladik. Mana mashinani qo'ydik shu joyga. Mana shu joylar 10 yil oldin yozda odam gavjum bo'ladigan dam olish maskani edi. Orada bu joylar bir buzilib, aynab har xil odamlar kelib har xil joyga aylantirilgandan keyin bu joy ancha o'z ahamiyatini yo'qotib, odamlar oilaviy do'stlar bilan kelish to'xtab qolgandi. Mana shu joylarda 10 ta 10 talarga yaqin karavot, katta daraxtlar tagida o'tiradigan joylar bor edi. internet kimda ishlayapti? Mana bir tomondan tiniq qism kelyapti, yoqda loyqa sifat keladi. Bu g'ashta yilinikka mana shunday loyqa sifat keladi. Bu taraf lekin tiniq keladi. Ajoyib. Ikkalasi qo'shilgan joy. Bu tarafda bitta sharshara bor. Buni qaytgacha ko'ramiz hozir. Mana bu tomonga boramiz. Mana shularga ham suv ketdi-da, qara. Qara. Ya, demoqchiman. Hali birlikda yashayman. Mana 3 ta do'st, 3 pahlavon tog'ni zabt etish uchun olg'a qadam tashlamoqdalar. Atrof archilar, o'ynaydi barchalar. Yashillik. Qancha qarasa odam ko'z to'ymaydi. Bolalar juda ko'p ekan. Tog' lolasi. Oho. Kimdir agoratida yuribmiz. Manzara go'zal. Ziralardimi?
yo'qladi-da. Yoki gutdimi? Atrof ko'rinish. Ichki turizmni rivojlantirish kerak. Mana shunday joylarga sayohatchilarni olib kelib ko'rish. Sharshara desa sharshara bor. Mavsumiy lolazor desa lolazor bor. Shular suv. Nima kami bor? Go'dakkina. Qushlar ovozini. Bu yo'lmas. Nariga yuraylik. Buni o yangimi? Nariga yangi o'g'ni. Mana shu yangi. Qarang. Norizboy. Sog'lamak. Mana yo'qdan nariga o'tib ketadi. Mana bu tarafga. Ikki vaqt ketadi boyagi. Qaysi? Qaysi? Ha, bu tarafga ketsak. Langar. Langarotaga. Langar qishlog'i mana shu yo'l bo'yicha mana shunday borib, o'sha joy bilan bunday o'tib ketadi. Yakkabog'ga. Yakkabog'da Langar orqali, Langar qishlog'i bilan bog'laydigan yo'l. Biz o'sha yo'lni topdik. Qadimda foydalanilgan yo'l bo'lsa kerak endi. Har yili o'sha mana shu joyda aholisi o'zlari shu joyda daryo chetlarini remont qilishadi. Hozir ham foydalanishadi. Endi oldin qadimda asosiy nariga trassalar bo'lmagan vaqtda asosiy mana shu yo'l bo'lgan bo'lsa kerak. Mana shu joyda archalari O'zbekistondagi eng hidli archa. Mana shu nima qilishganda ham kartoshka ekadi demak. Tandirlarga ham eng ko'p solinadigan archalar mana shu archalar. Lolalarni. Lolani kattaligini. Yoz bo'lsa, yozda mana shunda. Cho'milsa, hali kunlar salqinda. Qamashda so'mdir kunni tushadi. Mana shu orqali qishloq aholisi buloqdan, pastdan soydan suv olib ketgan tepadan. Ana tulkimi? Uyda masangiz boshladi. Bu yerda. Şu joyda. Mana shu joyda hoziroq dam oldik. Endi tepaga qarab ko'tarilyapmiz. Lolalar. Har tomonimizda lolalar. Lola. Qancha lola kerak deydi-ku. Kattaligini katta to'g'ri oladi. Lolalarni lola.
Hamma joyda bo'lyapti. Yurgan yo'limizda lola. O'zga sayyora yoki o'zga anovga kirib qoldi. Sizlar. Shungacha borsak-a? Mayş. Atraf ko'rinish. Shunday ko'rinish kasb etarkan. Uchalasi ham ko'rinayotgan-a? Bunaqasi yetkazib, bunda ketsakmi, qaytam birdan boyagi Pastga tushib ketadigan joy ekan. Ana qilsa yeymiz, choy. Shunlarga motorimiz kiyin. Shu joydan silkisa suv keladi. Oqsuv daryosining boshlanish nuqtalaridan biriga keldik. Shu pastroqdan boshlangan. Bu yoqda suv yo'q. Mana shu yerdan daryoni boshlanish. Tepada nariyoqacha chiqdim, suv yo'q. Hammasi shu yerga kelib boshlanyapti. Shu yerda odamlar ham shu yerdan suv olib ketisharkan. Shu turba shu yerga tashlanganmi turbalar? Keyin tashlaydi. Shu yerga To'xtatib qo'yganda o'sha payt. Endi oxirgi hasiga ketgan daryo. Daryo bo'ylab qaytib tushamiz endi. Shu mana shu joy bilan tushib keldik. Bu yoq bilan ketamiz. Qayerga opar ekan bu? Ayiq yeb ketganmi? Kirib kelgan ha. Bo'ri yeganmi? Bo'ri joyida yeydi. Mana otni suyaklari. Mana. Bu yerda oyog'i polni suyagi bor ekan. Ot. Shoh qolasan endi Liloni to'shab qo'yishgan ekan suvni boshqarib ketish uchun. Liloni foydalanib.
Oqsuv tog'lari va Lolazormi deyman. Lolalar haddan tashqari. Archaning manzaralarini tomosha qilamiz. Mana bu yerdan daryoni mana bu turba orqali bunaga tashlaydi. To'xtang. Mana bu orqali chiqarishadi. Oching qani? Toza ichimlik suvi. Mana shuni hovuz qilib qo'yishibdi. Shu hovuz orqali mana bu turbalarda aholiga bu yerdan ortiqcha suv chiqib ketaveradi. Mana bu turbadan qayergadir, bundan qayergadir ketgan. Yuqorida bir nechta turbalar ko'rgandik, o'shalar mana shu yerdan olib ketgan shekilli. Pastga tushib oldik. Endi yerda quyosh botishi. O'zgacha go'zal. Mana biz atrofni ko'rinish. Shu joyda o'xtar. Manzarani ko'rinish. Bizga tushib kelayapmiz. Narim Sharsharasiga borish nasib. Boshqa safarga qoldi. Quyosh botyapti. Shuni ertaroqda quyoshdan botib ketdi o'zi. Keyingi sayohatlarda, keyingi O'zbekistonning dunyoning chiroyli manzillarida ko'rishguncha sog' bo'lingizlar. Sayohat qilingizlar.